Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. Yaxshi, halol, mehnat halol, zo'r ustalardan toping deganlarga qaranglar. Qumsuvoq qiladigan ustalarning zo'rini, nomuradinini topib qo'ydim. Bugun biz Farg'onaning Rishtonidamiz. Rishtonli ustakalarimizni hozirgi kunda qumsuvoq qilib turgan narxlarni zo'r qilib yoritib beramiz. Ko'ryapsizlar, akalarimizning mehnati juda ham zo'r va halol. Eng asosiysi, eng qizig'i akalarimizda qaranglar, mana bunday apparatlar bor ekan. Hozirgi kunda juda ham sifatli ishlar bo'lar ekan. Bunda o'sha ohakka aralashtirib, qumda yaxshilab aralashtirar ekan mikseri, mishalkasi, undan keyin mana bu kompressor. Xo'p, mana shu mishalkadan bunga to'kishar ekanda, bu aylantirib, nima deydi, ikkinchi etajga, uyning ichiga haydab berar ekan bu narsa. Mana bu shlanglari, kompressorlar. Hozir videoni oxirigacha ko'rib tursang, hozirgi kunda padmayak nech pul bo'lyapti, jilkaga yo pravilaga hammasini ustakalardan so'rab o'tamiz. Qayerlargacha xizmat ko'rsatadi, hammasini so'rab o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, mana shu ustakalarning mehnatiga mana shunday qilib like bosib tursangiz, biz obzorimizni boshladik. Qadrdonlar, videoni boshida aytamiz, bu ustakalarimizning xizmati Farg'ona bo'ylab ekan. Ya'ni Farg'ona, Marg'ilon, Oltiariq, Qo'qon, Bog'dod, Rishton mana shu territoriyaga xizmat ko'rsatishar ekan. Shunga yaxshilab e'tibor berasizlar. Bo'lmasa videoni boshladik. Assalomu alaykum, ustaka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat. Ustakamiz to'g'risi kadrga chiqishgani hijolat bo'ldi. Sababi hech bir ijtimoiy tarmoqqa reklama qo'yib chiqishmagan ekan. Shuning uchun ozgina hayajonlanishdi. Kadr ortidan bizga ma'lumotni beradi. Ustaka, hozir shu joyimiz o'zi metr kvadrati necha kvadrat? 390 kvadrat. 390 kvadrat joyimiz, ha? Xo'p, ustaga, hozir bu yerda qanaqangi suvoq bo'ldik? Haligi sementovoymi yo ohak qo'shildimi? Ichkari ohak bilan sement aralashtirib, tashqari sementovoy bo'ldi. Tashqarisi ohak bilan. Aha. Tashqari sementovoy bo'ldi. Aha, tashqari sementovoy. Bu yoqlari o'sha ohak, zig'irqum shunaqa. Xo'p, hozir sizlar misol uchun kimdir padmaya, kimdir padpravila, kimdir jilkaga qumsuvoq qildiradi-da. Sizlar qanaqangi qumsuvoq qilib berasizlar? Biz faqat padmayak qilamiz, chunki apparatimiz padmayakka sepib beradi. Qolganiga spet qilmay qolamiz. Ha, qolganiga spet qilmay qolasizlar. Chunki mayakni o'rnatib olgandan keyin o'shani ichini to'ldirishga shu apparatlaringiz kerak bo'ladi. Shu apparatda to'ldirasizlar. Demak, birinchi ishlaring borgan joylaringda mayakni o'rnatib devorga. Keyin mana shu apparatdan foydalanar ekansizlar-da. Mishalkaga o'sha tayyorlab tashlaysizlar, qum, ohak, undan keyin bunga to'kib beradi. Bu haydab beradi ichkariga. Shlang bilan ichkariga haydab beradi. Haydab beradi. Gap yo'q. Shuning uchun faqat mayakka shu oladi. Xizmatlari faqat o'sha padmayak suvoq ekan. Misol uchun siz padpravila yoki jilkaga qilib beringlar desalar, qilib bermas ekan. Chunki mayak shu apparat shu narsani ichini to'ldirib berar ekan. Xo'p, hozirgi kunda 1 kvadrat